boshqarish uchun o'rinbosarni hududlarga chiqib bizlarga hozir albatta hududga chiqib aholini o'rganish bo'yicha topshiriq berilgan. Shunda bizlar ham har ikki oylab o'tkazamiz. Qaysi masalan qanaqa muammo bo'lsa ham faqat kreditini bankaga boshqa muammolar bo'lsa ham ishlarimizdan keyin bu kerakli tashkilotlarga yetkazamiz. Asosan o'rtalarga vositachi. Yo kredit ololmasangiz bu muammolarni o'zimizdan hal qilamiz. Mahalla bankari bor, mahalla agenti, o'zim nima masala bo'lsa o'zim qo'llaman. Men kimlar savol javob bo'lsa, savol bersalar, bo'lmasa kimlar taklif bo'lsa, o'rgangandan keyin o'shani amalga oshirishga harakat qilamiz. Kimda savol? Menda savol. Kompyuter xizmatlari bo'yicha kredit olmoqchiman. O'zimizga joy bormi? Yo'q, joydan qilmoqchilik. Kim sizdan berasiz? Shukr bo'lsin. Qancha kerak sizga xizmatlar? Endi xarajatlarni 100 million qiladi.